Sekin ehtiyot bo'ling, men hozir yiqilib tushdim. Javohir biz qadam. Xullas biz hozir Central Parkdamiz, New Yorkda. Bu yerda juda ham zo'r o'zining tarixi bor. Akalar, bu Central Park dunyo bo'yicha eng ko'p kinolar olingan park hisoblanadi. Endi eng mashhurlarini sizlarga mana Javohirda o'zi hisoblab sanab o'tib ketadi. O'zi 350 tadan ko'p kino olingan bu yerda. Shunaqa. No, asosiy narsalar bu sizlar yaxshi ko'rgan shu multfilm Madagaskar, ikkinchisi Spider-Man kinosi, Stuart Little kinolari, Uyda yolg'iz kinosi, xullas hammasi mana shu yerda ham Plaza mehmonxonasi ko'rinib turibdi. Javohir bilasiz, New Yorkda juda ham uylar qimmat, kvadraturasi faloncha million dollardan turadi. Bu yerda kvadraturasi где-то bir 4 kilometr keladi ekan. Shu narsaga qanaqa fikrdasiz? Endi New Yorkka bir zid joyga bu narsa mishat qilmaydimi Central Park odamlar? Bu umuman mishat qilmas ekan, lekin mishat ham qiladi-da. Probka ham ko'p bu. Lekin bitta zo'r fakt bor. Eng katta park bor ekan, bu ikkita Amerikada. Dunyo